Opa, bugun meni o'rtoqlarim bilan banketim bor edi. Shunda adamdan ruxsat so'rab ber. Bo'ldi, so'rab berma. Faqat qo'llansan supurib chiqing, xo'pmi? Aniqmi? Voy, aniq ishama. U banketda qizlab-pizlab bo'lmaydimi oxir? Yo'q, opa, faqat o'zimiz bolalarni o'zi. Adam so'rasa aytaman, sen supur. Bo'ldi, so'ra faqat. Opa, bo'ldi, qo'ldan supur bo'ldim. Kakras, men bu kirlarni ham yaxshilab yuvib qo'y, xo'p? Men hozir so'rab chiqaman adamdan. Banketlaringda ichkilik bo'lmaydimi oxir? Tushundiramsan, qanaqa ichkilik? Endi adamga aytaman deb so'rasalar. Ha, bor, tez so'rab chiq. Tezroq kirdi-yu, tezroq. Bo'ldi, opa, hamma kirlarni yuvib bo'ldim. So'rab berdingmi? Kattishga shoshilmay ekan. Mana oldi hamma joydan changni artib chiqdi tezgina. Bo'ldi, yetarda bormaymi o'tirishga? Indamasa hamma ishni qildiraveradi. Bormasang borma, hamma sinfdoshlaring mazza qilib o'tirgan Tezroq so'rab chiq. 8 ta oyna. O'zing necha soatda kelasan? 2 soatda. Ha, sen ketgandan keyin Iskandar Buildingsga olib kelaman uy ko'rishga. So'ra. Uka, ruxsat berdilar. 2 soatga olib kelar ekansan. Bu pulim senga. Ishlatar ekansan kerak Yo'q, bo'lsa. yes. Rahmat, opa. Shunaqa qilsa zo'r bo'lardi-da. Nima bo'ldi? Qisib o'tirar ekansan uyda. Opa!